Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan masala ishlatishda davom etamiz. Bugungi masalamizda time limit 2 sekund, memory limit 1024 megabayt. Masalan murakkabligi score 200 points. Masalan birinchi berilishiga e'tibor beramiz. Problem statement, ya'ni bizaga there is grid H rows and W columns, ya'ni bizga grid berilgan, H va rows, ya'ni H integer turida shuncha qatordan iborat, ya'ni rows, va W columns, ya'ni W cha ustundan iborat grid berilgan. Aytaylik, biz birinchi yozib olamiz. H, aytaylik to'rtburchak oladigan bo'lsak, H va W, biz uni kataklar ko'rinishida ifodalashligimiz mumkin. Bu yerda shunchaki hujralar haqida gapirilyapti. Endi hujra deb bergan, biz uni shunchaki katak deb ataymiz o'zbek tilida. Ya'ni qachonki ular, ya'ni x1 minus x2 ni absolyut qiymatiga qo'shsa, y1 minus y2 ni absolyut qiymat, ya'ni birga farq qilsa, ular o'z-o'zining qo'shni hisoblanadi. H adjacent, ya'ni qo'shni hisoblanadi. Biz shunchaki qaytarishligimiz kerak har bir katakni qo'shnilari sonini. Masalan, eng yuqorida burchakda katak qo'shnilar soni 2 ta bo'ladi, chunki o'ngida bitta qo'shni bor, pastda bitta qo'shni bor, ya'ni 2 ta qo'shnisi bo'ladi. Shunaqa. Shuni algoritmini yozishligimiz kerak. Bu yerda cheklovlar berilgan, ya'ni constraints. H bilan W ni aniqlash sohasi berilgan. Va ikkinchisi, barcha kiruvchi ma'lumotlar all input values are integers, ya'ni butun sonlar, barcha kiruvchi ma'lumotlar butun son. Bitta qatorda H va W berilgan, burchak bilan ajratilgan holatda. Output qiymati esa mana bunaqangi ko'rinishda bo'lishligi kerak. Grid ko'rinishda bo'lishligi kerak. Masalan 4 ga 5 beriladigan bo'lsa, hozir shuni batafsil chiroyli qilib chizamiz. Qorada chizgan yaxshiroq. To'rtta. Demak, 1 2 3 4 bo'ldi. Tomon 5 ta. 3 4. Mana shunaqangi grid paydo bo'lishligi kerak. Va biz ichiga son yozib chiqishimiz kerak. Masalan, birinchi bayirga 2 yoziladi. Nega? Chunki buni ikkita qo'shnisi mavjud. Mana bitta, mana bitta. Buni ikkita qo'shnisi bor, shuning uchun bunga 2 yozishlik kerak. Keyingisi mana buni esa 3 ta qo'shnisi bor. O'ngda, pastda va chapda, yuqorida qo'shnisi yo'q. Va hokazo. Mana bu holatda buni 4 ta qo'shnisi bor. Mana bu holatda mana 4 ta qo'shnisi bor. Shu hisobda mana bu qiymat qaytarishligimiz kerak. Ya'ni qo'shnilar sonini kataklarga yozib, mana shu formatda qaytarishligimiz kerak.
Agar 1/1 bo'lsa, 1/1 bo'lsa, qo'shni yo'l bo'ladi mana bu holatda. Firmadan 10 milyonlik jackpot yetibsiz-ku. Ikkinchi holatda 12 ga 8. Mana bu ko'rinishda. Va hokazo. Endi algoritmni tuzishligimiz kerak. Buni algoritmini shunaqa qilib tuzsak bo'ladi. Aytaylik, mana bu katakda turgan vaqtimizdagi agar u tekstda 1 va n bo'ladigan bo'lsa, mana bu oraliqdagi intervalda bo'ladigan bo'lsa, pastki qo'shniga 1 qo'shilishi kerak. Agar mana bu intervalda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agar yo'q, mana bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni turgan o'rnidan bu yoqda kataklar bo'lishligini checking qilsak, tekshirsak, aniq pastki qo'shni bor. Agar o'ng tomonda bo'lishligi uchun mana bu tomonda katak bo'lishligi kerak. Demak, 4 ta qo'shnini tekshirsak, checking qilsak, shunga qarab har katakda hisob-kitob qilishimiz mumkin. O'zi o'tgan olgan bo'lsa. Buni qanaqa qilamiz? Kodda ko'ramiz. Kodni yozishni boshlaymiz. Dastavval deb asosiy funksionni yozib olamiz. Undan keyin if name main string 11 biz function yozamiz. Yechim 1 Eski qilichingiz kelganda, eski qilichingiz ham bo'lganda, u ichiga mana bu holatda hash bilan v-ni olsin. wf demak. hw turini ham berib ketishimiz mumkin bu. Integer turida. Bu integer turida. Jagan darsiga borasiz. Bu o'zingiz bo'lishingiz kerak. birdan print qiladigan bo'lishimiz kerak. Ham birdan print qiladigan bo'lsa, ishonsa nom qaytaran. Ovqat qilyapsizmi deyman. Demak, mana buni modelashtiramiz. Bundan 4 ta, bundan 5 ta. Tekshirishim kerak deng. Hakim endi navbatim deng. Men bu buyuk o'tkazamiz. O'tkazamiz. For i o'zgaruvchiga in range hash, ya'ni 4 ta qiymatga mana bunaqa bo'ldi. Yani bu yerda 0, 1, 2, 3 birinchi sikl. Checkinish ikkita listni for j in range w
Buna bir WhatsApp koyuyorum ben imanda. nol Ne oluyor mu? 2 3 4 bo'ladi. Qani qachon Print boramiz deyapti. i bilan j Endi deydigan sizni bo'lsak, so'raganlikka foydasi yo'qda. Oh, ya'ni 0001 chiqib ketadi. Ya'ni 00 bu birinchisi i joyida turadi. Mana bu holatda i joyida turadida. Mana bu qo'shib kelaveradi. Mana shunaqa. iltimos qilib opa to'g'rilab bering deyman. Endi qo'shnilarni sanashligim kerak. Lombardagi o'zim bor deyman. Count qilamiz. Qo'shnilarini dastlab nolga ta'minlaymizda. Muammo qiladida, sizga tezroq javob bersangiz, Birinchi 6 oy davomida baribir hisobot berib turish kerak. 6 oygacha faol bo'lib turadi. Chap qo'shnini tekshirishligimiz kerak. Yopilgandan keyin ham 6 oy hisobot berib turish kerak-da bunga. Demak, mana buni qiymatiga bog'liq chap qo'shni bo'lishligi uchun mana bu intervalda bo'lishi kerak. 1.826 ming jackpot yetib turibsiz. J ga bog'liq chap qo'shni. Ya'ni mana bu oraliq. Agar J noldan katta J W dan kichik bo'lsa, W dan kichik bo'lishligi aniq-ku. Yo'q. W minus 1 dan kichik bo'lsa. J yo'q. Chap qo'shni bo'lishligi ehtimoli. Kichkina bo'lsa bo'ldi-da. Ya'ni juda oddiy ekan. Chap qo'shni bo'lishligi uchun J kichkina bo'lishligi kerak. W minus 1 dan. Shunda aniq. Eng oxirgi mana bu chiziqdan bu yoqda bo'ladi va bu turgan katak yo'q. Bu o'ng qo'shnining bo'lish bo'lmasligini ifoda etyapti. Mayli. Shunda count plus 1. Agar chap qo'shni mana shu nuqtalarda bo'lganda chap qo'shnisi aniq bo'ladi. Bu yoqda ham bo'ladi, bu yoqda ham bo'ladi. Agar J mana bu holatda J katta 0 dan bo'lsa, count plus 1 bo'ladi. Endi chap ketdi, o'ng ketdi. Endi past bilan tepa qoldi. Past tekshiramiz. Mana bunga teng bo'lmasa aniq yuqori qo'shni bor. Agar i kichkina h minus 1 dan
count +1 va oxirgisi pastki tomondan uni tekshiramiz 0. Agar i katta 0 dan count +1 bizga count natija paydo bo'ldi. Print qilishligimiz kerak. Print qilamiz countni. End parametrini biz newlaymiz, shunchaki bo'sh joyga aylantiramiz va bu siklda print qilamiz. Printga parametr bermasak, bo'sh joyda print qiladigan bitta nima tashlaydi. Shunchaki buni shu kod ishlashligi kerak. Demak, h bilan w ga qiymat berib tayinlaymiz. Map functionga integer turida input orqali olgan stringimizni split qilamiz va kerakli funksiyani chaqiramiz. Solve1 buni submit qilib ko'ramiz. Namanganda Eshon laqabli bezori ushlandi. U atrofida nechinchi yil bo'ladi? 98 bo'ladi. Dörtte 5 qilib ko'ramiz. Argument bermagan deyaptimi? Funksiyaga parametrga argument bermayapmiz. Xo'p, test qilib ko'rdik. Taskga kirib qaytadan jo'natib ko'rishligimiz kerak. Argument bermayapmiz. Argument beramizda hozir. Hash bilan buni w ni yozmoqmiz. Submit. Ishlash kerak. Bu bitta mana. E'tiborlaringiz uchun rahmat.